Assalomu alaykum, hurmatli Gipki Kamen ishqibozlari. Mana bizlar bugun sizlarga nasib bo'lsa bir chiroyli video qilamiz, video chiqaramiz. Gipki Kamen to'g'risida bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa yana bitta obyektimiz nasib bo'lsa mana tugash arafasiga kelib qoldi. Bu obyektimizni kelib o'zim bir chiroyli qilib syomka qilib ma'lumot berib o'tayin dedim. Chunki xudo xolasa bu yilni o'zi oxirlab qo'ydik. Mana Gipki Kamen chiqarib boshlaganimizga ham nasib bo'lsa bu yil 4 yil to'ldi. 2026-yildan 5-yil boshlanadi. O'shaning uchun bitta ham bu yerda bir 2 yil oldin qilgan obyektimiz bor edi. Uy egasiga yoqqani uchun, ma'qul kelgani uchun bu tomonlarini ham, ayvon zaborlarini Gipki Kamen qildiraman deb bizni chaqirdi. Chiroyli qilib beryapmiz. Hozir o'sha to'g'risida ham bir ma'lumot berib o'tamiz. Mana shu Gipki Kamenga qiziqqan, qilsammi, qildirmasammi deb o'ylab yurgan odamlarda bir savollariga chiroyli qilib javob berib o'tamiz. Hozirda bu obyektimiz 210 kvadratdan oshdi. Gipki Kamenimiz bizda har doimgidek trendda chiqqan fason, mana shu sariq padrashka fasondan qilyapmiz. Hozirda shu bu yilda Gipki Kamenning narxi kvadrati Klissel lak ichida 60 ming bo'ldi. Devor tayyor bo'lsa, ustob puli bilan 110 mingdan bo'lyapti. Mana shu razmerlar, mana shu fasonlar 724 padrashkaning razmerlari shu narx bo'lyapti. 2026-yildan qanaqa narx bo'ladi bilmayman. Bizda akrillarimiz, klilarimiz hammasi Turkiyadan keladi, turistik akrillar. Shuning uchun bu yilgi narxlar bilan tanishtirdim. O'zi xudo xolasa bu yil pachti oxirgi ishlarimiz desak ham bo'ladi, chunki sovuq tushyapti. Shu bilan keyin yana yanvarda oxiri, fevralda bosh bilan boshlaymiz. Yana qilsak bitta obyekt qilishimiz, bitta ikkita obyekt qilishimiz mumkin. Kimda kim qiziqib zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilib yo bu yil 2026 ga yozdirib qo'yishlaringiz ham mumkin. Hozir ko'plar shunaqa qilyapti. Hozir mana shu kasbga qiziqqanlar ham bemalol telefon qilaversin. Shogirdlar chiqaryapmiz, shogirdlar qabul qilyapmiz, kelib o'rganib ketishyapti. Hozir telefonni o'zim ham olib chiroyli qilib ma'lumot berib o'taman. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Adresimiz Samarqand viloyati, Jonboy tumani, Juriyat mahallasi. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib, bizga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Hozir o'zim chiroyli qilib ma'lumot berib o'taman. Mana bu obyektimiz shu padrashka fasonda, zaborlari jo'lik. Video bir chiroyli joyga olinmagani uchun uzr so'raymiz, chunki hali ish nihoyasiga yetmagan. Mana shu uyni bundan 2 yil oldin qilgandik. Xuddi shu fasondan yana o'ziga o'xshatib ketyapti mana. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Rangi o'chadimi, o'chmaydimi, yo'lda turadimi degan negativlarga mana Gipki Kamen qanday turibdi. Hozir dalshi syomka qilamiz. Mana u gullari. Mana shu uyni 2 yil oldin qilganmiz. Hozir dalshi davomi mana bu zabordan boshlandida. Mana bu ayvonning ichi bo'ldi. Mana shu zaborning orqa tomoni ham shu Gipki Kamen bo'lgan. Keyin bizning ustalarimiz mana shunaqa gipsakardon, tunikofon ishlarini ham chiroyli qilib mahorat bilan qilib beradi. Kafellarini ham bizning ustalarimiz qilgan. Bu yerdan unaqa cho'joy usta ishlamagan, ishlamayapti ham. Mana ustalarimiz, usta bu pul ko'tarib qo'ying. Mana shunaqa ishlar bo'lsa ham gipsakardon ishlari bemalol telefon qilib bizga bog'lanishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib, yo'lida qilib beramiz. Mana shu ayvon ham Gipki Kamen bo'lgan. Shu zaborning orqa tomoni ham Gipki Kamen. Bu yerda lisa qo'yilganligi uchun o'tib olib bera olmayapman. Keyin mana shu zabor. Shu zaborning orqa tomoni ham Gipki Kamen bo'ladi. Kimga mana shunaqa Gipki Kamen xizmatlari kerak bo'lsa, yana bir bor so'rayman, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Bu Gipki Kamenda bemalol yuvib olsa bo'ladi. Quyoshda rangi o'chmaydi umuman. Mana oldindan ko'rinishi. Quyosh bo'lganligi uchun video xira chiqib qolishi mumkin. Mana oldindan ko'rinishi.
Telefon videolarimiz hech qanaqa bezmontaj bo'lyapti. Kamchiliklar bo'lsa, yana bir bor uzr so'raymiz. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi, bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat. Addushi bizni yil oxirigacha qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga Addushi rahmat. Klientlarga ham 2-yilga xudo xolasa yangicha kuch bilan boshlaymiz.